Ajrashaylik. Guruch tirikmi? Ana sizlar guruchlarni ko'p suv icharkanda biz tezroq qilib o'rganganmiz. Laserda yeyishgansizlar-da. Biz ham kelib bo'lgan ekanmiz. Guruchdan ayb topmagan ekanmiz. Bu ham bahonada. Ajrashaylik. Sen nega tushuntiring? Bitta plyus qo'shmabsan-da, 18 plyus bo'lardi. Ajrashaylik. Nimaga? Duxovkalar yaxshimiz ekan. Olov bermadi, shishmadi. O'zi qancha tuxum solganman men. Biz ham mana shu duxovkada tort pishirganmiz. Po'rsiqday bo'lardi. Bahonada. Ajrashaylik. Jimiji. Shuning Ajrashamiz, ey. nimaga yana? Tandiringiz qiyshiq nonimni kuydiryapti. Bahona bu. Tandir yappa yangi, xo'pmi? Ajrashaylik, ey. Ajrashib ketaylik. Nega? Mana mashinangiz bo'lmaydi. Otangiz ishtonini rangini ko'ylagingizga urib yuborgan. Babi parashogida-yu. Xomashyosi Germaniyadan olib keltirilgan. Shuni to'g'riga qaynagan suvni solasan, ko'ylaklarni, kiyimlarni shunday uyutib qo'yasan, dog'larni hammasini ketkazadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi, allergiya ham chaqirmaydi. Shunday yuvgin, bo'taloq. Biz bechora o'zi piyala kulida yuvar edik. Oppoq bo'lar edi. Bahonada. Onangiz ovozini o'chiradi. Onadan ketma. Onadan ketma. Qanaqa onadan ketyapti? Ovozini o'chiring deb turibsiz. Ona, Xush kelibsizlar mehmonlar. Qani to'rda o'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? O'ting. Kelin. Labbay. O'shda o'zim qilaman, sharmanda qilasiz. Ajrashamiz. bugunmi? Bugun payshanbami? Opa, biz osh yegan keldik, shovla qildingizmi? Olov pasib qoldi-da. Qila olmayman deylar ayajon. Sen gurinchini bahona qilyapsan, siz olovni bahona qilyapsizlar. Tan olib qila olmayman deylar bahona qilmasdan. Ajrashaylik. Bu yerda hamma ajrashadi. Bu yerda hamma ajrashadi. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya. Nima qilding, Jo'ra? Kimda ketasan? Gelikda ketaman, Jo'rajon. Sen bilan ketaman, Jo'rajon. Yo'limga tashlab qo'yasan, Jo'rajon. Jentraman ketaveraman, bitta o'zim. Davay, gazini bos, Jo'rajon. Vau. O'zi Gelixga bo'lasan-da, Jo'rajon. Bizneslaring ham zo'r. Hech qachon do'stligimizga ko'z tegmasin, xo'p? Hech qachon ayrilmaylik, Jo'rajon. Xo'p. Men Gelix sotyapman. Nimaga Jo'rajon? Ishlarim o'xshamay qoldi. Orqa ketyapti. Shunga Gelix sotmasam bo'lmaydi. Saqlab turaman. Taksi chaqirib qo'ygan, uyga tashlab qo'yaman. Taksi? Men Jo'rajonim bilan Jentrada ketaman, ha? Jo'rajon tashlab qo'yasan uyga. Ha, Jo'rajon. Vau, o'zi ham Jentrenski bo'lasan-da, Jo'rajon. Bizneslaring ham zo'r. Hech qachon ko'z tegmasin oqibatimizga. Hech qachon ayrilmaylik, Jo'rajon, xo'pmi? Aka, baraka. Yaxshi kunlarga ayting aka, toza. Jo'rajon, nima sotyapsan Jentrayni? Ishlarim o'xshamas, sotib yubordim, nima qilay? Yo, senikichi? Sotib yubordim-ku. Men nima qilyapsan sanda? Alo, Sardor. Sani ishlaring qanday, Jo'rajon? Ha, mashinang bormi? BMW oldingmi? Hozir boraman, Jo'rajon. Jo'rajon, hech qachon ayrilmaylik, xo'pmi? Yo'q. Sizlar yana qanday zo'r bo'lib ketdinglar, Jo'rajonlarim? Endi odamzodda bir bor bo'lar ekan, bir yo'q bo'lar ekan. Nima qilding endi? Bugun kimda ketasan endi? Saxta pikka tiqib qo'ydinglar-da, Jo'rajon. Kim cho'ntagida hozir puli ko'p? Menda 8 bor. Sandachi? $850 bo'lganda Jo'ra. Sen bilan ketaman-da, Jo'rajonim. Nima Jo'rajon? Bori qol. Men sen bilan prosta majburlikdan yurgandim. Bilib qo'y. Men kimning ishi zo'r bo'lsa, kimning mashinasi zo'r bo'lsa, o'sha bilan yuraman. Chunki meni ismim Manfaatjon. Mana Qodirjon, iftorlik ham zo'r bo'ldi. Rahmat. Rahmat, domla. Balo ham zo'r bo'lgan yo'q. Tursunovga. Bo, yana boshlandi. Kuyapti bu. Kuyib ketdi. Yomon kuydi. Mana qara. Ertaga uyimizda iftorlik qilamiz.
bunikidan zo'r bo'lishi kerak. Dasturxonda ham bunikida yo'q narsa bo'lishi kerak, tushundingmi? Tutyapti yana. Tutadimi sen? Achityapti, achdi, yomon achidi. Bo'ldi. Domlajon, ertaga mana shu sostav biznikiga iftorlikka o'tasizlar. Tizza bo'yi yeb ichar bo'ladi. Lekin bu unchalik zo'r bo'lmadi, xafa bo'lmang. Qo'ldan kelgancha-da qo'shni. Sepaymi? Yo'q, ayangga ayt Alifga masala olib kelsin, tayyorlab tursin, yur. Oshdan olinglar. Shashlikni ko'rsat, shashlikni. Shashlikdan olinglar. Hali tandirini ham yaqinroq olinglar, yaqinroq. Qodirjon, endi bugun quloq demasdan turaylik. Hazil. Kecha uyingizda iftorlikda oshingizga qanaqa go'sht soldingiz? Tovuq go'shti. Tovuq go'sht. Kulva borini solganda. Biz endi qo'y go'shti soldik. Selli qo'yni mana shu iftorlik uchun so'ydik-da. Necha xil ovqat qildingiz kecha? 2 xil, suyuq, quyuq. Ayni sharoiti shunga to'g'ri kelganda, bechora. Biz endi 5 xil ovqat qilib qo'yibmiz-da. Sal oshib ketib qolibmiz-da. Qanaqa napitka qo'ydingiz dasturxonga? Yupi qo'ygandim qo'shni. Yupi. Endi bu nima qo'ysin? Choy bilan yupi. Biz nashat qo'ydik. Nashatni qo'yish hammaga ham emas, sizga ham emas, sizlarga ham emas. To'g'ri. O'g'lim, mahallada eng zo'r iftorlikni qilib qo'yibmiz-da. Eng oldi bo'libmiz-da mahallada. Birisizda. Biri. Qodirjon, bu joyingiz kuymayaptimi, ukajon? Supi kerak emasmi? Yo'q, qo'shni, menda hammasi yaxshi. Hamma narsani zo'r qilibsiz. Faqat shu xurmo bilan nishonla qo'ymabsiz-da. Men kecha qo'ygandim lekin. Uni qo'yish shartmi? Ha, endi iftorlikda xurmo bilan nishonla bo'lsa yaxshi-da. Qo'yish kerak edi. Lekin shu joyda mahallaning orqasi bo'lib qoldingiz-da qo'shni. Hatta. Xurmo qani? Yo'qmi? Okey mani. Tog'da qor bormi? Tog'da qor yo'q, nima qilasiz? Orqam kuyyapti. Qorga ko'tum bilan o'tirgim kerakdi. Bilmayman, muzday joy topish. Muzmi, nimadir kerak menga. Yomonam yonyapti, yomonam. Tort bolam, tort. Oh, jonni huzuri. Yonyapti orqam. Shunday achyapti bolam. Ko'ra olmayman uni. Mazza qilyapti, lekin shamollamasam bo'ldi bolam. Signal chal. Rossiyadan kelib yerim. Yaxshilab chal, hamma qo'shnilar eshitsin. Qizlik. Ota uyim. Va nihoyat yetib keldim. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Qandaysiz? Keldim xotin. Kim edi bu? Enam-ku qaynonangiz. Tirikmi hali? Nima gaplar bo'lyaptimi? Kim bu turib sovuq? Dadasi, bu o'g'lingiz Alishku. So'rash dadang bilan. Bilek. Yaxshimisiz? Pul olib keldingizmi, dada? Qanaqa tarbiya bergansan bunga, ha? Endi men maksimalniy vaspitaniya berdim. Bu yog'ini o'zingiz berasiz. Nimani urib tashlab kelgan? Otangni hozir. Hozir ishtoniga biror narsa qilib qo'yadi mana shuning. Mana shu bolka chingalchikuyni katta qilaman deb Rossiyada sovuqda ishlab yurdim men. Mana shu. Yaxshimisiz kela? Kim bu? Mol salom berishni ham bilmaydi. Qizingiz Lubaku? Ko'kizday bo'lib ketibdimi? Nechtaydi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasining sonini bilmaydi bulay. Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi? Sen kimsan? Sen kimsan? Hey! Kim bu? Uyimizda begona xurras paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kimsan? Dadasi, bu o'g'lingiz qani? Buni ham tuqqanding, ha? Bu dadang bu. O'sha kuni uxlaylik dedim senga, ha? Qani dadasi, Rossiyadan bolalaringizga nima olib keldingiz? Ya ochma. Jim tiring endi, qani vaqa. Ya, lala ko'takliklarimi? Buni kimga olib keldingiz endi? Shu bolalaringga olib keldim-da. Ho'kizdek katta bo'lib ketishni qaydan bilay, kichkinachaydi-ku. Bu lalakuni yangi qadoqdagisi. Buni paxtasi borku, Amerikadan olib kelinadi. Materialni ham yumshoq qilib chiqargan, botmaydi. Namlikni ham o'tkazmaydi. Buni Rossiyada turib ham olsa bo'ladi, Valbiriston. Voy, o'lib. Sen
Amaki chektira olmaysizmi? Ho, rossiyskimi? Bas qilib o'tiribsiz. Ey uka, shuncha yil bola chaqam deb Rossiyada ishlanmadim. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanmanman. Necha? Mana ham dadam bugun Rossiyadan kelgan. Hali ko'rganim yo'q. Daday kim? Dilmurod, Dima deydi hamma. Dadayman. Pullar sovchilikka keldik. Ye mangami? Hazır. Olinglar, olib o'tiringlar. Ya, onasi yemasa mana shu salat bizga qimmatga tushdi. Kolbasa soldik, sir soldik, mayonez soldik, opsh 350 mingga tushdi salat. Yegis kelyaptimi? Yo'q, yegim kelmayapti. Kelmayaptimi? Unda qo'y. To'xtang onashga. Mana shu mevalarni qanchaga oldik bozorda? 650 ming. 650. Qishda qimmat bo'lar ekanda. Yegis kelyaptimi? Yo'q, rahmat. Unda qo'ying xolasi. Noto'g'ri tushunmang, просто qimmatga tushdi. To'xtang. Xolachka, mana shu qo'lingizdagi vilkani biz Xitoydan 1992 ming dollarga oldikmi? Shuni kir qilmaylik, qo'lda yeyvering. Xo'pmi? Svet nimaga olib? Svet nimaga olib? Svet o'chir. Svet ham o'zi pulku, bir-birimizni ko'ryapmiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmayapsizmi mana shu? Kimligingizni ko'ryapmiz. Endi bir qizingizni ham ko'rsak, a? Mayli, chaqir. Qizim, choy olib kir. Lekin u olib kirgan choy ham pulli-da. Dada, ovqat qilaymi, yo'qmi? Nima qanday deyapsan? Sovchilarni olmayotganmi, olishmasa nima qilamiz ovqat qilib? Lishni rasxot qilib. Undan ko'ra dangal gapirsin. To'g'ri aytyapti qizim. Tan olinglar, to'g'ri aytyapti. Hozirlar biz qilgan ovqatni yeb ketasizlar. Keyin olmasanglarchi qizim, to'g'rimi? Shuncha pulga biz ubutga bo'lamizmi? Bora qol qizim, assalom. O'zimga o'xshaydi-da. O'zi tog'ora olib kelganmisizlar? Qani ko'raylik, nima olib kelibdi? Bir ko'raylikchi. Молодец. Sifat pichirasini olib kelibdi. Yangichasi chiqibdi, sut burger. Yeb ko'raylikchi. Uncha mazali. Gap yo'q, past ketmasdan zo'r pichini olib kelibsizlar. Bo'ldi. Qizimizni beramiz sizlarga, olinglar. Sizlarda bunday sovchi 2 marta kelib maslahatlash degan narsalar yo'qmi? Nima qilamiz maslahatlashib? Nima qilamiz? Sizlar hozir yana kelasizlar biznikiga. Biz yana sizlarga dasturxon qilamiz, rasxot qilamiz. Nima keragi bor? Menga qarang. Shunda hamma narsa pullik bo'lyaptimi? O'tirgan joyimga ham pul to'laymanmi? Bir piyola choy ichdim, unga ham pul to'laymanmi? Yo, choy skitkada-ku. Yana nimalarga pul to'layman, ha? Havo. Uyimizda kislorod olyapsizlar-ku, havo olyapsiz, nafas olyapsiz. Yoqyaptimi havo? Yoqyapti, pulini to'laysiz-da, xola. Toshti paraga. Hamma rasxotingni hisoblab to'lab chiqib ketaman, xo'p? Siz kimni toshti paraga deyapsiz? Nima siz bizni shunchalik paskoda deb o'ylayapsizmi? Yegan ishlarga pulini to'laylar, uslugasini mayli olmaymiz. 20% skitka sizlarga. Sadqa yordam ket, to'r kampir ketdi. To'xta. Men hali ham senga skitka qilib berdim. Ota-onam qishloqdan uyimga kelganda issiq suvga pul olganman. Ota-onangga nimaga olasan pul? Issiq suvda cho'milishganiga olganman. Odam emas ekansan, tushundingmi? Yor oldimga tush. Topgan joyingga sana. To'lab ket, o'tirdingmi, to'lab ket. Qizing. Xola mujik bo'ling. Sifat, shirinliklar sehri. Qanday dam olasiz bugun? Qanday deb o'ylaysan? Uylanmangsiz bari. Nimaga baxtliroq uylanmadim? Kelinimiz chiroyli, ko'z tegmasin. Hamsiyamiz Nargizding o'zi. Menga qara. Sen bir chilcha jirding o'sha Nargiz bilan olim. Voy kelin, siz hech ham xafa bo'lmang, o'zingizga olmang, maylimi? Jigitchilikda bo'lib turadi-da aynan, a? Yo'q, o'yjon xafa emasman. Nargiz! Oyim aytdi-ku, yigitchilikda bo'ladi endi. Yirtaman Nargizingni! Uzr. Ha, O'sinjon, siz ham omadingiz bor ekan. Boburjon ham shuncha qizlar bilan yurib, oxiri sizga uylandi-ya. Yana xafa bo'lmang gapimga. Yo'q, opajon, sizdan nima xafa bo'laman? Ketdim, hozir kelaman. Onasining emasi. Nechta bilan gaplashgansan? Endi o'zining gapiraveradi-da, kuyyapti-da u. Yana bir gap eshitsan, yuraman. Olim, ko'zingga nima qildi?
gap ko'rib oldim. Erta qo'ymaysan, esingdami? Bitta qizning orqasidan rosa kaltak jerding. Shunga uylanmasam o'laman derding. Kelin qan? Qara yomg'ir inni uchrashaylik inni. Yo, asta. Mani vaqtim o'chilayotganki, xudoga shukr. Baxtingiz ziyoda bo'lsin. Eshikni yoping. Jo'ra. Bitta narsani bilib qo'y, to'ydan keyin qorning chiqib ketadi. Bo'lmagan gap. Mani qornim chiqmaydi. Ko'rasan-da. Ko'ramiz. Bo'lak, ketaylik, bo'layotganini ko'raylik. Uylanish mazza ekan-ku. Ha o'g'lim, qora nima deyapti qora? 5 ta pressni bitta qilibsan-ku. Bu qorin emas, dada. Qorin, bolam, mana o'zi qorin qo'yishni ham boshlabsan. Men ham uylanganimda qo'yganman shunaqa. Kechasi bilan uyqu bo'lmadi. Bolam, qornimda joy osilib yotibdi. Qornim yo'q-ya. Ana kenguruni qoni o'xshab osilib yotibdi. Bilsini, qishingda bir jin. Voy, men ham qo'rinchasiga boshimni qo'ysam-da. Nimaga? Yostiqcha chiqib turibdi. Boy qol. Qornim yo'q mana, bor ishingni qil. Qornim yo'q mana. Voy toba. Ha, xolos tinchlikmi? Ha, qurib ketma ko'r. Men seni qonningni ko'rib, hokim bu kelyaptimi deb o'ylabman. Nima deyapsiz? Meni qornim yo'q. Ha, bu nima? Bu press, siz tushunmaysiz buni. Hay, pressing qurmasin seni. Boburjon, yangilik kelinda emas, sanda bo'ldimi deyman, ha? Nimaga unday deyapsan? Qorinchani aytaman-da, necha oylik bo'ldi? Ko'raman. Qornim prosta dam bo'lgan. Bobur! Bobur! Yana o'rtog'im keldi, meni yo'q deb qo'y. Assalomu alaykum, Bobur akam, yo'q edilar. Ana qorni chiqib turibdi-ku. Ha, nima? Men senga aytganmidim qorning chiqadi deb. Chiqar ekanda onasini ham sen. Nimadan chiqadi bu? Gormonalnimi?